Interstellar nima u? Nima u? Qanaqadir otasi tashab koinotga uchib ketib To'g'ri, qo'shilaman 100%. Nimaga yo'q. To'xtanglar. Juda og'riqli nuqta viloyatlarda juda kam. Viloyatlarda kinoteatr, teatr yo'q. Yo'q. Men вообще teatr yo'q. Toshkentga kelib teatrga tushdim. Qasoskorlar final. Matrica. Chunki finalga yetmaydi, finalda prям o'zim emotsiyalarimni ko'tarladim, menga portlaganda. Hammaga salom. Yes Uzubining navbatdagi kinoman loyihasiga xush kelibsiz. Yangi soniga sizlar bilan Kamina Sardor va bu galgi sonimizning mehmoni O'zbekiston memlar arbobi, siz juda yaxshi tanigan Bekmirza Rashidov. Xush kelibsiz Bekmirza aka. Xursandman kelganingizdan. Mana xursandman taklif uchun. Rahmat, maza qilib. Videolaringizni ko'rib boraman, menga yoqadi, shuning uchun srazu davay dedim chaqirganlarida. Rahmat. Xo'p, hozir asosiy qismga o'tib ketmaymiz. Boshlanishiga ozgina qizib olamiz. Boshlanishiga siz qaysi filmni yoqtirishingizni aniqlab olamiz so'rovnoma orqali. Ya'ni ko'rgan bo'lsangiz, Instagramda ham so'rovnomalar chiqib ketgan. Filmlar aytaman, siz tanlaysiz. Ha, ikkita aytasiz, bittasini aytaman, u qoladi, bu qoladi. Wow, zo'r. Oxirida qaysi film qolar ekan, shaxsan menga ham qiziq. Eng mashhur filmlarni tanladim va sizga yoqadigan janrdagilarni ham qo'shganman orasiga. Xo'p, birinchisi Matrica yoki Forsaj 7. Forsaj mavashi yoqmaydi. 1, 2, 3 yaxshi chiqqan xolos. Shuning uchun Matrica. Faqat Matrica to'g'ri emas. Yo'q, Matricani birinchisi. Agar qismini aytmasam, u demak, u birinchisi bo'ladi. Ha. Matrica bu 21-asr g'oyasi bo'lgan, u boshlab bergan. To'g'ri. Matrica yoki Gladiator? Matrica yoki Terminator 2? Voy, Matrica. Terminator ham zo'r, yoqadi, lekin Matricani g'oyasi kuchliroq. Matrica yoki 7, ya'ni 7. 7 burilishi zo'r, kriminal anaqa zo'r chiqqan, lekin Matricani g'oyasi baribir kuchlilik qiladi uni oldida. Matrica yoki Top Gun Maverick? Matrica yoki Deja Vu? Wow, Deja Vu'ni ham yaxshi ko'raman. Matrica bo'la qolsin. Baribir uni g'oyasi kattaroqda, masshtabi kattaroq. Deja Vu baribir kichkinaroq krugda bo'ladi-da. Xo'p, Matrica yoki Avatar? Matrica yoki Joker? Joker, a? Yo'q, Joker bo'lsa yoqmaydi. Matrica yoki Sherlock Holmes? BBC-nikimi? Yo'q, kinosi. Kinosimi? Ano Robert Downey o'ynagan. Yo'q, Matrica. Matrica yoki Titanic? Matrica yoki Karib dengizi qaroqchilari? Matrica yoki Deadpool va Rosamaha? Matrica g'oyasi kuchli. Chunki baribir Deadpool komiksi fantastik. Matrica yoki Po'lat odam? Superman. Matrica yoki Batman Supermanga qarshi? Matrica yoki Zack Snyderning Adolat ligasi? Matrica boshdanoq. Matrica yoki O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q? Matrica yoki Qasoskorlar abadiyat jangi? Qiyinlashadi u yog'iga. Wow, yaxshi ko'raman. Lekin anaqani nima desam bo'ladi? Marvelni hamma ham ko'ra olmaydi-da. To'g'ri. Abadiyat jangini ko'rishni o'sha ko'p kinosini ko'rishga va fantastik-yu baribir o'zga sayyoralar. Lekin men Matrica prям men yashab turgan dunyoyimizga ham shubha uyg'otib qo'ya oladigan darajada hamma ko'rsa bo'ladi, shuning uchun Matrica. Bo'lishi mumkin emas. Matrica yoki Qasoskorlar final? Qasoskorlar final. Oxirida Matrica. Chunki finalga yetmaydi, finalda prям o'zim emotsiyalarimni ko'tarladim, menga portlaganda. Qasoskorlar final yoki Qora Ritsar? Qasoskorlar final. Qasoskorlar final yoki Muqaddima, ya'ni Inception yoki Uzuklar hukmdori qirolning qaytishi? Inception yoki Prestige, Afsungar? Inception yoki Interstellar? Final o'zi bu? Yo'q, yana nimadir bormi? Direktda bor hali. Wow. Uni ham yaxshi ko'raman, ipni ham yaxshi ko'raman. Interstellar, baribir. Interstellar yoki Jang klubi? Fight Club. Interstellar yoki Forrest Gump? Interstellar yoki Shawshankdan qochish? Interstellar yoki Cho'qintirgan ota? Va oxirgisi Interstellar yoki Psixolog seriali?
psixolog seriali. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash kerak. Gap yo'q. Interstellar nima u? Qanaqadir otasi tashlab koinotga uchib ketaveradi. To'g'ri, qo'shilaman 100%. Yaxshi, bu hazil edi. Eng yoqtirgan kinoyingiz aniqlab oldik. Interstellar. Agar bularning orasida boshqa yaxshi ko'rganingiz bo'lsa, aytib ketsangiz bo'ladi. Qarang, agar BBC Sherlock bo'lganda boy ikkilanib qolishim mumkin edi, chunki juda yoqqan. Anaqa bildirib Agar ketmoqchiman. seriallar bo'lganda qo'shib ketardim buni. Ha, disclaimer aytib ketmoqchiman. Boy Uzuklar hukmdorini skip qo'yardim, buning uchun kechiringlar. Zo'r asar, kitobi ham, o'zi ham prям top. Bunaqa kino qayta qachon chiqadi bilmayman ham. Bunaqa hali bu bilmayman 50 yil kerakmi, 100 yil kerakmi, yana bitta shunaqa kino paydo bo'lib qolish. Bir paydo bo'lib qolgan kino bu. Lekin u yerda men o'zimning emotsiyamdan kelib chiqib Inception'ni tanladim. Chunki Inception'da to'g'risini aytaman, yig'laganman. Hozir ham oxirgi sahnasini ko'rsam yig'layveraman. Prям ana oxirida tekshiradigan joyi bor. O'sha yerda yig'layveraman. Ozgina emotsiyalar cho'q kechmaydi. Yo'q, aniq. Aniqmi? Aniq. Yo'q, aniq emas. Aniqligini bitta narsadan bilib olsa bo'ladi. Qanday? Ko'rmaganlar bo'lsa bundoq o'tkazib yuborasizlar mana shu joyda. Spoiler bo'lib qolishi mumkin. DiCaprioning otasini rolini o'ynagan odam bor-ku. Bilasiz, Nolan hamma filmida o'ynaydi. Shu odam so'ragan Nolandan. Ya'ni oxiri nima bo'ldi deganda aytgan. Men senga bergan rolim real hayotda degan. Doda birorta joyda tushda chiqmaganlar. Faqat o'sha oxirgi sahnada ham ko'ringanlar, demak bu real hayot. No, lekin men sun'iy intellektdan ham so'rab ko'rdim, aniqmas deb javob chiqarib berdi. Yo'q, bu intervyu nima? Nega shunaqa eshitgan? Intervyu emas, shu men savol berib ko'rmataylar, o'zimga qiziq bo'lgan. ChatGPT yaxshi ishlamayapti o'sha. ChatGPTdan so'ramadim-da men. Xitoydagi chiqdi-ku konkurent web. O'shandan so'radim. No, yaxshi. Xitoyliklarni ham bilib bo'lmaydi, bizga ko'zi nimadir qotgan bo'lishi mumkin bizni aytish uchun. To'g'ri, lekin bunisi ham bor. Har doim ham to'g'ri javob chiqarib bermaydi. Xo'p, hozir eng yaxshi ko'rgan filmimizni bilib oldik. Endi mana shu yo'nalishda davom etamiz. Kino va o'zingiz haqingizda qisqacha qanchalik ko'p kinoteatrga borib turasiz, qanaqa janrlar yoqadi, qanchalik ko'p kino ko'rib turasiz, mana shu haqida. Давайте men sizga bitta og'irlik nuqtamni aytib ketmoqchiman. Men viloyatli bo'lganim uchun Namangandanman. Doim aytaman buni. Faxrlanib, g'ururlanib aytaman, lekin asosan bizda mana bunaqa narsa bor. Ko'p viloyatlarda bilmadim-u, bizda xususiy kinoteatr yo'q edi. Men u yoqda yurgan paytimda faqat gos kinoteatrlar bo'lgan, ulardan ham nechtasi qurilgan bo'lsa, faqat bitta ikkitasi ishlardi. Shunga ham maktabdan majburiy bilet sotib, maktab o'quvchilariga sochadi. Maktabdan borardik. Borardik. O'shanda kinoteatr nimaligini o'shanda bilganman. Lekin men o'sha yerga borib, men bunaqa kino ko'rmoqchiman, seanslik yo'q. Mana seanslik yo'q. Ya'ni shablonli yo'q. Mana bu kino mana bunda chiqadi degan narsalarni o'zlari ham bilishmaydi. Misol odam to'plansa kino qo'yib berishadi. Shunaqa moment edi. Bilmayman, hozir yaxshi bo'lib ketgandi, rekonstruksiya qilishdi. Juda og'riqli nuqta viloyatlarda juda kam. Viloyatlarda kinoteatr, teatr yo'q. Men вообще Toshkentga kelib teatrga tushdim. Shu. Вообще Toshkentda o'zida menimcha bir 15-20 ta ham sanab bera olasizda, lekin viloyatlarda kam. Kelganman-u, mana shu yerga kelganman-u, anaqa ketotdi men kelgan paytimda. Toshkentga ko'chib kelgan paytimda o'rgimchak odam ana 3 tasi chiqadigan. Uydan uyga yo'l yo'qmi? Uydan olsa uyga yo'l yo'q. Shunaqa 1 2 3 deyishmaganiga adashib ketib qolaman. O'sha premyeraga ketyapti, tushib ko'rganman, mazza qilganman deb birinchi marta kinoteatrda ko'rishim. Finalni ham men kinoteatrda ko'rolmagan, alam qiladi mana shu. Shu joyda men birinchi ko'rgan kinom final bo'lganda. Endi tasavvur qiling, birinchi marta kinoteatrga tushganman finalga. Unda men Toshkentga ikkinchi marta kelishim bo'lgan. Bir o'zim Angrendan Toshkentga kelib, o'sha kino uchun chiqib turgan Angren qaytib ketganman. Stoy. Men hasad qilyapman. Boshqacha atmosfera bo'lgan. Hamma qarsak chalib, baqirib, men chiqqandan keyin ozgina shokda ham bo'lib qolganman bor atmosferadan keyin. Kino ko'raman, men uzilmasdan ko'rish xohlayman kinoni. Agar kim bilandir kino kirmoqchi bo'lsam, telefoniga chalg'isa ham yonimda o'tirgan. Meni asabim buzilib ketadi. Qanaqa qilib kinoni skip qilib o'tiribsan sen? Prosta e'tibor bermasdan-da, bundoq o'tiradi, ko'ryapsan sen.
qanaqa qilib o'sha ko'zdagi emotsiyani o'tkazib yubording, qanaqa qilib bitta dialog o'tkazib yuborsan deb buni Chalg'imish quloq kerak. bilan eshitib, ana uyda ham ba'zida ishini qilib kino ko'radi-da. Mhm. Man qanaqa qilib kino ko'rib, kinoni man Tushunmaydi. ovqatlan bo'lib, ovqatlanayotganimda ham ko'rsam, ovqatim sovib qoladi-da. Yo nima yeyotganingizni bilmay qolasiz. Ovqatlan bo'lib, tanlab, Bemalol. man yarim soat vaqt ketadi kino tanlashimga, keyin mazza qilib ko'rib, kinodan oladigan narsangiz ko'p bo'lishi kerak. Emotsiya olasiz, qanaqadir Ma'lumot olasiz. ma'lumot olasiz, qanaqadir o'rnak olishingiz mumkin-da. Men uchun kino bu madaniyatni shakllantiradigan narsa-da. Ya'ni, bilasiz, san'at o'zi, media, san'at insoniyatni, o'sha jamiyatni madaniyati uchun ishlashi kerak. Agar bu madaniyatni shakllantirmasdan ortga tortyaptimi, bu hech qachon zo'r ijod deya olmaysiz. Odam sal fikrlashga fikr qo'shish kerak yoki madaniyatga o'ziga madaniyat qo'shish kerak. Bu bo'lmasa o'zim aytmayman, men kino shunaqa ko'raman. Anaqa ilovalar chiqadi menga ba'zida, reklama qilsa, ilovalar chiqishganda birinchi tekshiraman, TS variantda bor. Piratskiy. Hozir ko'pchiligida bor. Ha, TS variantda bo'lsa uzr deyman. Chunki bu madaniyatni ma'qullab chunki odam o'rganib qo'yapti-da. Mana shu odamlar 10 mingga oladi, o'sha podpiskani hech qo'yib qo'ymayman, o'sha podpiskani oladi-da, Piratskiy TS'ni ko'radi, bo'ldi. U 70 mingga bilet olmayapti-da, 50 mingga bilet olmayapti. Chunki 10 ming qoniq turaveradi. Agar kinoga tush madaniyati yaxshi shakllansa, kino yaratayotgan ijodkor pulini yaxshi chiqarib olsa, yana shunaqa kino chiqaradi u-da. Shu joyda narsa esimga chiqib ketdi, TS deganingizga. Televideniyada ham TS varianti o'rgan. Men ko'rgan. Mana O'rgansa, TS Morbius и Venom'ni ham qaysi qismi TS ketgan. Generalga eng qizig'i bor, mana eng qizig'i bilasiz TSda reklama suzib yuradi. Ha. Unda o'sha reklama yo'qda, bijir-bijir qo'ygan o'sha bijir-bijiri. Qanaqa Bilyori o'zib yuribdi. Shunchalik ham pastga tushamizmi degan. O'shanda. Yo'q, mayli, xo'p. Hozir endi o'z sahifangizda ozgina aytib keting, qanaqa janr va qanchalik tez kinoteatrga tushib turasiz? Tezda tushishga harakat qilaman, lekin juda ham tez deyolmayman. Aytaylik 2 oyda yoki 1 oyda bir. Normalniy kino, blockbuster katta yaxshi kino, 1 oyda 1 marta, 2 marta. O'sha 2 oyda odatda, 1 oyda bir sal qiyinroq yaxshi kino chiqishi kerak bo'ladi. Или qaysidir multfilm o'tishib yuboraman. Keyin ilmiy fantastika yoqadi. Prям fantastika ham ko'ra olmayman. Ba'zi odam aytadi-yu, bu fantastika ko'ra olmayman, nima bu? Yo'q. O'sha paytda zmingizni o'chirib qo'yib, o'sha olamni tasavvur qilib, agar rostdan ham shunaqa bo'lganda deb ko'rsangiz, maza qilasiz, asl bo'lasiz. Fantastika ham ko'raman. Agar ilmiy fantastika bo'lsa, prям bomba. Xullas, o'sha fantastika, detektiv, kriminal, adashib ketgan va ilmiy fantastika mana shu janrlar yoqadi va psixolog seriali yoqadi. Da psixolog alkohol demamiz to'g'ri. Xo'p, endi asosiy qismga o'tamiz. Shartlarni tushuntiraman. Asosan 5 ta shart bor. Har bir shartda maksimal 20 ball yig'ishingiz mumkin, umumiy 100 ball bo'lyapti. 5 ta shart, har birida maksimalni ursan 20 yig'ib oling. 20 yig'ib olasiz, umumiy Agar hammasi 100% yutsa, 100% ball yig'adi. yo'q, 100 ball yig'asiz. Agar siz 60 balldan oshira olsangiz, 5 ta bosqichda siz sovg'a yutib olasiz. Millionlarga munosib. Seriozmi? Albatta. Bo'ldi-da, chiranaman. Shunda yaxshi Oshira olsangiz, shu yerda turadi, munosib bo'lsangiz ko'taqa. Yo'q. Bosh. Men shu yerda turib yutib olasiz. Ispanlar o'zban noqilaman o'z keling. Ha, o'z. Montajda o'xshatib olamiz. Birinchi bosqichda 10 ta fakt aytaman. Siz ha yoki yo'q deysiz. Ha yo to'g'ri bo'ladi, yo noto'g'ri bo'ladi. Da, tushunaman. 10 ta fakt tuzuv. Har biriga 2 balldan beriladi. To'g'ri, hammasi to'g'ri topsangiz 20 ball beradi. Xo'p, birinchi bosqichni boshlaymizmi? Tayyor bo'lsangiz. Yozlarmak ki bo'lsin. Sizga omad. Temir odam filmidagi men temir odamman so'zlari aktyor tomonidan improvizatsiya qilingan. Yo'q. Noto'g'ri, to'g'ri improvizatsiya qilingan. Seriyoz? Albatta. Nima so'z bo'lgan unda o'tgan? Umuman gapirmang. Bu aktyor o'zi gapirmasligi kerak bo'lgan. Shunga turib nimadir deyormoqchi bo'lgan-da. Lekin bu katta rol o'ynagan u, ya'ni ochiq aytishi bu keyingi kinolarga ta'sir qiladigan. Seriyoz? Yo'q, improvizatsiya bu kecha. 2 ball nazarmay. Ikkinchisi.
aktrisa Gal Gadotning g'aroyib ayol personaji birinchi bo'lib Batman Supermanga qarshi filmida chiqqan. Ha, To'g'ri. chunki keyin qidirib topganman kinosini bu qayerdan keldi deb. 1 yil keyin chiqqan o'zining shaxsiy kinosi. Uchinchisi Arkane multseriali Warcraft o'yiniga asosan. Arkane, Warcraft. Hozir. Arkane. Yo'q, Warcraft emas. Warcraft emas. Yo'q, Warcraft emas. To'g'ri, Warcraft emas. To'rtinchisi Deja Vu filmining rejissyori Ridley Scott. Yo'q. To'g'ri o'zi. Tony Scott rejissyori. 5. Interstellar filmidagi qora tuynukning Gargantua nomi film uchun o'ylab topildi. Anda. Ketdim. Yo'q, unaqa yo'q. Gargantua deyapti. Bor. Gargantua endi u ya topilgan suv yaxshilab tekshirilgan. Ve tekshir. Tekshirilgan. Serial taroliyo. No, lekin bu bo'lgan oldindan, ya'ni o'ylab topilmagan. Filmning oldindan bo'lgan Gargantua. Ko'p optretsandir. Netflix platformasida eng ko'p ko'rilgan serial bu Kalmar o'yini. Chunki birinchi sezon aytasiz hozir. Kalmar o'yini ikkinchi sezon demadingiz. Birinchi sezon var ikkinchisidan ko'p ko'rildi. O'sha paytda yo'q bu rekordni kimdir buzdi. Aniq esimda bor. Wednesday deysiz. Yo'q, boshqa serial. Har holda emas. Meni javobim shu. Yo'q. Javobim yo'q. Afsuski bu javob ha. Ikkinchi mavsum o'tolgani yo'q. Birinchisi qanday hype bo'lib ketdi. Meniki ikkinchi chiqqandan keyin biri yana ko'rishgan. Shunga So'lishi chunki yo'q biz Netflix birinchi 48 soatdagini hisoblaydi. Yo'q, 48. uni qostini shuni aytdim. Holiga shunga qarab boshini aytish. Qaytadan berish savolni endi men bilyapman. Bo'pti, 7-si. O'sha mashhur Taksi filmi hammamiz ko'rgan, fransuzlar ishlab chiqargan Taksi filmi 4 ta qismga ega. O'sha bilan 4 ta qismga ega. Yo'q, o'sha mashhur Taksi filmi 4 ta qismga ega. To'g'rimi? Qarang-da, mana bunaqa narsa. Taksi 5 bor-da. Ya'ni bormi? Javob ber. Taksi 5 bor. Mana o'sha mashhur Taksi filmi 4 ta qismga ega. Yo'q. To'g'ri, 5 ta qismga ega. Mashhur aktyor Jackie Chan 70 yoshdan oshgan. Ha. To'g'ri. 70 ga to'ladi yaqinda. Chunki uni qayerdan bilaman, men ondan ishlayapti firmada. Qorovul doda bor edi. Jackie Chan bilan tengdoshdiradi. Radioshlarni bilaman. Ha, bo'ldi, tushundim. Yaxshilik. Ma'lumot foydali bu. 9-si Joker filmi R reytingli eng kassabob film. Yo'q. R reytingli eng kassabob film emas. Deadpool va Rosomaka yaqinda olishdi. Endi ungacha lekin R reyting eng kassabob film bo'lgan edi, Joker. Yaxshi, men Deadpool Rosomakaligini emas, lekin Deadpoolning qaysidir qismi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki R reytingda mancha ular top bor. Endi mashhur to'g'ri, no 3-qismi o'tib ketdi-da. Xo'p, 10-si Oppenheimer filmi to'liqligicha hayotdan oladi. Yo'q. To'g'ri, rejissyor Christopher Nolan o'zini g'oyalarini ham qo'shgan. Xo'p, birinchi bosqichdan o'tdingiz. Prямо ofisimizga yarashadi. Nimaga dedingiz? Ofisimizda Spider-Man, Thor, Kapitan Amerika, Temur odami o'yinchoqlari bor. Har reaktorda boshida portlataman o'sha bilan. Rasman nitro chiqadi-yu, bordim, shu bilan uraman. Menga bering. Nasibsa bilan olsa. Xo'p, bu yagona sovg'a emas hozir. Homiylarimiz tomonidan ham sovg'a bor sizga. Ya'ni ITV platformasida birinchi manday ajoyib mana ko'rinikim bo'lsa. Nima deydi? Yo'da Funko Pop deydi, Funko Pop. Bu shunizga tashrif buyurganingiz uchun, navonisi ITV ilovasi uchun promokod 90 kunlik pro obunaga ulab olib, eng so'nggi premyeralar o'zbekchilik. O'zbek tilida ham filmlar ko'p. Eng muhimi o'zbek tilidagi subtitrlar qo'shilgan. Hozir yangi chiqqan hamma proyektlarni, filmlarni subtitrlar o'zbek tilida ko'ra olasiz. Mana shunda bitta mik bor bilasizmi? Boshini kesishga miyich fatdislar, noto'g'ri. Bilib oldim, bitib qoladi u. Agar sizdan eng so'nggi premyeralarni yuqori sifatda va reklamalarsiz asosiysi ko'rmoqchi bo'lsangiz, ITV ilovasidan foydalansangiz bo'ladi. Video ostiga o'tib, manzil orqali, alohida manzil orqali yuklab olib, eng so'nggi premyeralarni mazza tomosha qilsangiz bo'ladi. Kanalda qo'llanma ham bor. Alohida videoda ссылкасini qo'yib bemalol o'tib ko'raverasiz. Birinchi bosqich sal yengil shabada edi dedi, shunaqa bo'layapti. Hozir endi sal
yilvizigida endi bo'ron bo'ladi deysan. Endi sal jiddiylashamiz. Ikkinchi bosqich nimadan iborat bo'ladi? Ikkinchi bosqichda 5 ta savol bor, 3 tadan varianti bo'ladi. Har bitta savolga 4 balldan 5 tasi topsangiz 20 ball intaysiz. Quyidagi multfilmlardan qaysi biri birinchi bo'lib chiqqan? Birinchi premyera qilingan. A. Peter Pan, B. Oppo'g'oy, C. Bambi. Peter Pan. Yaxshilab o'ylab keyin javob bering. Peter Pan. Peter Pan'da qabul qiling Peter Pan. Javob Yo, qabul qilmay turing. Просто men ikkilayotgan Peter Pan juda eski personajda. Bambi prям multfilm personaji. U ya'ni kitoblarda anaqalarda bo'lmagan. Peter Pan kitobi ham bo'lgan. Yo, bu kitob haqida gap ketmayapti. Qaysi bir Bular aytmoqchimanki, eskiroq asar bo'lsa, oldinroq bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qolaman. logichni Lekin eng baribir kartina jihatidan atmosferasidan Bambi tuyulyapti. Bambini qabul qilaylik. Bambini qabul qiling, tavakkal bo'l. Qabul qildim va tabriklayman, siz noto'g'ri javob berdingiz. Peter Pan edi desangiz qaralarga. Yo'q, Peter Pan ham emas edi. Oppo'g'oy 1937-yil. 37 qarib. Peter Pan 53. Bambi 42. 37-yilda Men bir 70-60 dan atrofini olay. hozir ham bunaqa multfilm. Yillarga kechira hovuz atrofida chiqish boshlaganda, adashmasam shunaqa. Da, tonji. Men bu ma'lumotni o'zim qidirib savol tuzishda ko'rib qolib ketib qoldim 1937-yillik. Hozir biz uchun olib chiqmiyor. Rosa. Hozir ham yo'q-da o'zi. Xo'p, birinchisiga mayda, xato javob berganimni tezam. Keyingilariga to'g'ri javob berasiz, chunki sizga yaqinroq savollar qo'ying keyingida. Ikkinchi savol. G'aroyib ayol filmi qaysi urush davrida bo'lib o'tadi? A. Birinchi jahon urushi, B. Ikkinchi jahon urushi, C. Vyetnam urushi. How nimaga o'ylanib qoldim. Urush bo'lishi esimda, manma qamin to'lib olyapti. Ya'ni Vyetnam urushida Vyetnamda bo'lganda, bu narsa kinoga unaqa ta'sir qilmas edi. Manimcha demak birinchi jahon urushi. Birinchi jahon urushi. Birinchi jahon urushida emas, aniq. Yo'q. Qabul. Yo'q, to'xtang. Men siz 1970 nechidir raqami bor edi-da. Ana ayolda. Vyetnam urushi o'sha yilda bo'lgan, taxminan 70 nechinchidir yilda bo'lgan, Vyetnam urushi taxminan. siz ikkinchi qismini aytyapsizmi? Ikkinchi qismi nimada yili bor? Bu ikkinchi qismida yili bor. Demak, birinchi jahon, ikkinchisi o'sha Vyetnamga yaqin. Birinchi jahon urushi. Birinchi jahon urushi davlati qabul qilavering. Qabul qildim. Tabriklayman. Bu safar to'g'ri javob berdingiz. Birinchi jahon urushida. Bitta. Xo'p, uchinchisi. Marvelning qaysi filmi Oscar yutgan? A. Qasoskorlar final, B. Qora Pantera, C. Qora Pantera 2. Film bo'ladigan bo'lsa, anaqa yutgan nima deydi? Qasoskorlar final. Shu javobda qoldingiz. Da. O'zgartirmaysiz. Panterada aktyorlar olgan. Yo'q. Oscar yutgan deganda farq yo'q. Yo'q, eng ko'pini. Eng ko'p emas. Yo, aytmoqchimanki, agar men Qora Panterada bitta ikkita yutgan bo'lishi mumkin-da, lekin Endgame grafik uchun Yo'q, deyana hozir bitta variantda yutgan, qolgani yutmaydi. Endgame final. Endgame tanlab. O aniq-da, Oscar yutgan bilaman-da. Javobingiz xato. Qasoskorlar final umuman Oscar yutmagan, bitta nominatsiyaga nomzod bo'lgan. Eng yaxshi kostyum dizayn adashmasa. Grafikalar bo'yicha qaysini olgan? Ya, chunki grafika bo'yicha nomzod bo'lgan, lekin yutmagan. Kino Nomzod bo'lgan xolos. nomzod. Qora Pantera 3 ta yo'nalish yutgan, birinchisi. Yo'q, anaqachi? Eng yaxshi kostyumlar, eng yaxshi Abadiyat jangi yutmagan bu ham. abadiyat jangi yutmagan. Galaktika qo'riqchilari eng yaxshi soch turmagi bo'yicha yutgan. Keyin mana o'rgimchak odam olamlar aro Sony'ga yutgan. Shuncha aytdim, yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaxshilab o'ylab qo'ygan bilan uni ko'rmagan hozir qattab. To'g'ri. No, hech eshitmaganmiz Qora Pantera yutdi deb shoshib bo'lib ketdik. Men shundan chiqqan edi, Chadwick Boseman o'lganda, o'sha o'lgan hype bo'lgan, o'shani e'tibor berganman havasdorga. Mayli, yana ikkita savol ko'p sportchilar o'ylab ketsangiz bo'ladi. Anaqa qo'yishadi, jest qo'yishadi ko'p sportchilar. Xo'p, to'rtinchi savol. Qaysi mashhur olim Afsungar, ya'ni Prestige filmida ko'rsatilgan? A. Thomas Edison, B. Albert Einstein, C. Nikola Tesla. Nikola Tesla ko'rsatilgan, Thomas Edison tilga olingan. Tabriklayman, to'g'ri. Nikola Tesla ko'rsatilgan.
raqobat yasab o'tilganda to'g'ri. Raqomat eslab o'tilgan Thomas Edisonda sal anaqaroq ko'rsatishgan, agressiv yo raqobatga chidamasdan ayolga qiladigan. Lekin bilsangiz, Thomas Edison birinchi lampochkani ixtiro qilgan odam emas. Bu fakt. Tarixda shu eslab o'tilgan yo'q, u birinchi patent qilgan odam. Ha, patent. Undan oldin ham ko'pchilik ixtiro qilgan. Tarix shunaqada, ana g'olib odamni eslab qoladi. Hayotda har doim g'oliblar yutadi. 5-savol. Mashhur bastakor Hans Zimmer qaysi filmga soundtrack yozmagan? A. Interstellar, B. Duna, C. Oppenheimer. Oppenheimerga yozmagan. Oppenheimerga aniq yozadi. Ismini eslamadimmi? Dunaga yozganda, Hans Zimmer eshitgan edi. Dunani ham bilan Shunda oxirgi javobingiz Oppenheimerga yozmagan. nimaga yozmaganini bilasizmi? Dek javobingiz to'g'ri, Oppenheimerga yozmagan. Chunki Hans Zimmer Dunaga soundtrack. 3-bosqich juda qiziq. Juda ham qiziq. Siz 5 ta franshizani topishingiz kerak. 5 ta kino franshiza, har bir topganingizga 4 balldan va 10 ta imkoniyatingiz bor. Ya'ni menga hozir shoshib qo'yib aytib qo'ymashingiz kerak, men qabul qilaman o'zidan chiqqan franshizani. Chunki 10 ta imkoniyatingiz bor. 10 ta franshiza aytasiz, 5 tasini topishingiz kerak 10 ta imkoniyat. Franchiza shunda bu ketma-ket chiqadi. Hozir savolda aytaman, shunda tushunib qanaqa franshizani topish kerakligini. Ha. Eng ko'p kassa yig'gan top 5 ta kino franshizani toping. 10 ta imkoniyatingiz bor, 5 tasini topishingiz kerak. Mana bunaqa narsa kino franshiza deganda, masalan, Willy Wonkani kinosi bor. Oldingisi, keyin Johnny Depp o'ynagani, keyin yaqinda Timothée Chalamet o'ynagani, shu uchalasi ham bitta kino franshizaga kiradi. Ha, personajga trilogiya emas, anaqa franshiza bor, tushundim. Unaqa kinolar ham kiradi, trilogiya deganda. Misol uchun Terminator kiradimi, yo'q, shuni bilmayman. Kiradi. Mana shunaqa kino franshizalar eng ko'p kassa yig'gan top 5 ta, 10 ta imkoniyatingiz bor, 5 tasini topishingiz kerak. Xo'p. Yulduzlar jangi. Ikkinchi o'rinda Yulduzlar jangi 10,3 milliard dollar. Maymunlar sayyorasi. Yo'q. Yo'qmi? Vau, yaxshi ko'radim u buni. Ashit kelib pamparot qilasan. Kinosi ko'plarini o'ylab ko'ring. Hozir o'ylay olmadim. Keyin inflyatsiya hisobga olinmagan. Bular Sayyori, inflyatsiya hisob qilganda maymunlar sayyorasi o'tgan bo'ladi. Ha. James Bond. 5-o'rinda Vau, 5 topdimmi? James Bonddan balandroqni aytishim kerak endi. Alloh shu. 7,8 milliard dollar edi. Hop, James Bond. Hozir men ikkilanmayman deb buni aniqlashtirib olsam, javob aniq bo'lib qoladi. Franchizaga kiradimi yo'qmi shuni bilolmayman. Marvel kinolari kiradimi yo'qmi? Marvel kino olamimi? Ha, franchizaga kiradi. 3-o'rinda 30 milliard dollar atrofida. Ha, Unda asoslanadi. Hozir 3 ta topdi. 3 ta topsa, 2 ta topsam, necha ball olaman shunda? 20 bor. 20 ball. Wow. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaxshi kassa yiqqanlarda film Joker. Joker bitta kinosi bor. Yo'q. Jokerga franchiza hisoblanmaydi. Joker asosiy kassalar. Ketdan imkoniyat. O'zdan chiqdi-da. Hozir 5 imkoniyat qoldi. Joker ikkita kinosi bor, yaqinda chiqib ko'rasiz. Na endi. Endi-da. Kino duos. Buni kino hisoblayapsiz. To'g'ri. To'g'ri aytdingiz, bitta kinosi bor. Ikkinchi qanadir video. Terminator. Yo'q. To'rtta qoldi, ikkita topishim uchun to'rtta qoldi. Avatar. Avatar ikkita kinosi bor. Uchinchisi ham chiqdi-yu. Ha? Chiqadi-yu. Franchiza. Shit, sizga nima ikkita kinosi bo'lsa franchiza? U qanday ko'p yirishi mumkin? Ikkitasi. Bittasi o'zi va diğerini Har bitta kinosiniki bitta hisoblanadimi? yo'q, masalan, umumiy ikkita kinosini qo'shsak, u 7 milliardga bormaydi. Hozir James Bond 7-8 milliard bo'lgan. Voy, ma. Inflyatsiyani hisobga olaylik, manchita kelganda. Bo'p, Sherlock Holmes. Yo'q. Yo'qmi? Sherlock Holmes ikkita kinosi bor. Yo'q. Sherlock Holmes eng ekranizatsiya qilinadigan, eng ko'p ekran Harisidagilari ham bor, ular unaqa to'p yiqib tashlamagan-da. Mana shu narsani o'ylang. Filmi ko'proq, kassa ko'proq beradigan, sizga ozgina yordam beraman. Zamonaviyroqlardan qidiruv. Zenit. O'zidan chiqdi. Ana? Yo'q. Bitta imkoniyat qoldi, ikkita narsa topishimga. Bitta qoldi. Ikkita
ikkita qoldi, ikkita qoldi. Mayli, bonusga yana bitta broshi bering. Yaxshilab o'ylang, mashhur, o'ta mashhurlar. Bittasi o'ta mashhur personaj, ikkinchisi ham o'ta mashhur franchiza. Boyagi Willy Wonka sifatida misol keltirganim ham hisobda. Ya'ni Qalbingiz qaroqchilar. yo'q. Yo'qma! Nimaga? Nimaga yo'q? To'xtanglar. Bo'ldi, bitta qoldi. Давайте DC bo'lsa. DC yo'q. Yo'qmi yo'q? DC yo'q. Ro'yxatda yo'q. Adashmasam 6 yo 7-chi o'yinlaydi ular. Afsuski 3 ta topdingiz, yomon emas. Bal berasizmi uchligiga? Bal berasiz, to'g'ri balda xarzatasiz. 12. Yomon emas, yashasa bo'ladi. Hop, endi aytayman, ikkita topolmaganim aytayman. Bilib oling o'zim uchun ma'lumot nadarib ketay. 3-o'rinda Harry Potter 9.1 Qanaqa qilib unutdim? Qanaqa qilib unutdim? mashhur franchiza. Vay. Hop, 4-o'rinda O'rgimchak odam 8.1. Ya'ni bu yerda anavi Tobey Maguire trilogiyasi, Henry Cavill tiklasi va ko'p Unutib qo'y. eng mashhur person. Alman deganda уже Marvel ketdi-yu, bu esimdan chiqib ketdi o'sha. Hammasi chiqib ketdi esimdan. Marvel narsalar. O'yinlarda ham xayolga kelmaydi. Birov ma'lumotlar har xil manbalarda, ishonchli manbalarda sal o'zgartirilib ko'rsatilgan. Men sun'iylikka yozdim. Hammasini tekshirib, analiz qilib, menga optimal mana shunday ro'yxatni chiqarib berdi. Oxirida men sizga savol beraman bir ikkita. O'zlarini ham tekshirib keling, to'g'rimi? Faqat biz kelib solishdik ketdingiz. Hop, taplaymiz 3-sezon, 3-bosqichni yakunida chiqadi. 4-sezonga keldik, 4-sezonni boshlaymiz. Bu esa undan ham qiziq, o'zingizga ham qiziq bo'ladi. 3 ta aktyor aytaman yoki 3 ta aktyor, aktrisa aytaman. Siz ular qatnashgan Filmning bitta joyi topshiribdi. filmni topishingiz kerak. Boshladik. Birinchisi Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow va Brad Pitt. O'zgartirmaysiz, boshqada sev. Sen. Boshqada qatnashgan bo'lish videoda qo'y. Boshqadami bo'ladi, nima bor yo'q, men solmayman sev. Ya boshqada O'zgartirmaysiz. Sevenni ham yaqinda ko'rdingiz. To'g'ri javob berdingiz. yaqinda yaxshi kino eslab qoladi. Opa sariq soch bo'lsa deb, opani ismini eslab oladi. Agar hozir rasm ko'rsatib, opa sariq soch bo'lsa sevib turib. Yaxshi, birinchisiga to'g'ri javob berdingiz. Buni. Hop, ikkinchi filmga o'tamiz. Ben Affleck, Michael Keaton va George Clooney. Batman. Böyle o'ylagan aktyor. Ben atik inyama va Bratamuniya. Sizga yordam beray. Shunaqa qiling. Uchinchi aktyor ham Batmanni o'ynaydi. Bo'lmasa, agar 3 ta Batman ham tilga olinadigan joy bo'lsa, Tilga olinmaydi film, tushunasan? cho'lasi ham chiqqan. DC'ning qaysidir filmida eski anaqalarni ham ko'rsatishdi-yu. Ana o'ynaganini ko'rsatishdi. Undan boshqa yordam berdik. Aytolmanki, men o'shanga chalib qoldim-da, shuning uchun eslashadimi deb aytolman. Supermandan nima? Cage o'ynagan variantini ham ko'rsatishdi. Flash davidi. Men shunaqa eslab o'tishmaydim, mabodo deb ayolga qoldi. U Ben Affleck ko'p kinosini bilmayman-da. Ben Affleck biladiganim Batman adashmasam yuristmi rolini o'ynardi qaysidir kinoda. O'sha kinosini bilaman. Yuristmi, advokatmi bo'ladi. U anoku, siz Sarvi Galavan aytyapsiz. O'sha biz Advokat bo'lib o'ynaydi. advokat bo'lib o'ynaydi. O eski kino yo'q. o'z ko'rmas, ko'z ochiq. Ha, Hisobchimi? yaqindagi ratdagi o'sha advokatda o'ynagan Ben Affleck oldi Sarvi. Da. Batman'da o'ylayapman lenga. Agar bitta kinoda chiqqan bo'lsa, unaqa chiqmaydi. Agar bitta kinoni har xil franchizalarda chiqqan bo'lsa, Batman Bitta kinoda chiqqan. bitta kinoda chiqqan. Hozir demak Ben Affleck qanaqadir kichkina joyda chiqqan-da. Hozir bo'sh asosiy fokusim Ben Affleckga ketib qolyapti-da. Demak, u kichikroq joyda chiqqan, bosh rol emas uniki. Tipa shunaqa ro'g'a. So'lib bitning xo'sh. Oxirgi javobingiz? O'sha. Birinchi oxirgi javobingiz ayting. O'sha deyli. Superman Batmanga qarish. javobingiz xato.
Aytdim komediya bo'ladi deb. Flash filmida qatnashgan. Va hozir aytib turaman, Flashda shunaqa bo'ladi-yu debdi. Boshida Ben Affleck chiqadi, keyin bu boshqa olamga o'tib qoladi Flash. Mana bu Michael Keaton Batman atrasi bo'ladi va oxirida mana bu Bruce Wayne Ya'ni DC'ni oxirigacha ko'rmaslik. DC'da Ko'rolmayman. buni siz ko'rgansiz bitta topib qo'ysangiz bo'lagini. Ya, DC'ni lekin yaqin yig'ilganman Flash'ni. Uchinchisi juda qiziq. Unda ikkitasini topishingiz kerak. Ya'ni ikkita aytadigan aktyorlarim ikkita filmni ham birga o'ynashgan. Agar bittasini topsangiz kinoni 2 ball beraman, ikkalasini topsangiz 4 ball. Mana yo'qlik ketish. Yo'q, xoh. Uzr. Shunaqa qiling-ku. Shunaqa qiling, 4 balldan bering, mana yo'qlik ketadi. Like kalkulyatsiyangiz To'g'ri. Har bitta topganga 4 balldan ber. bo'ladi. Ikkitasini topsam, o'zi chunki bittani topish so'raladi, albatta. Qanaqa qilib bitta ballni ikkiga bo'lib olmayapti. Xo'p, uchinchisi Brie Larson, Samuel L. Jackson va Tom Hiddleston. Birinchisi To'rda chiqishgan. Hozir menga siz ikkita film ayting, qarorim shu deb men qabul qilaman. Kapitan Marvel chiqqanda, bu Kapitan Marvel o'ynayapti. Kapitan Marvel chiqqanda yo'q, bo'ladi. Loki o'ynagan, Qasoskorli finalda o'ynagan. Qasoskorli final bittasi. Agar Marvel olamidan bo'lsa, Marveldan emas. Marveldan emas bo'lsa, Marveldan tashqari boshqa kinolari bor. Yo'q. Kinolarning nomini eslolmayapman. ko'rgansiz kino. Qo'ygan bo'lsa mumkin, nomini eslolmayman-da hozir. Qasoskorlar finalda qabul qildim. To'g'ri, Qasoskorlar finalda uchalasi qatnashgan. Ikkinchisi Kong Chanot oroli. Ko'rgansiz? Keyin Kongning o'zini shaklo keldi. Voy, vertolyotda chiqish. Choy. Bana qiz esimga kelmaydi. Bana tepada bo'ladi. Uchalasi o'ynaydi. Bilasiz, aytdim, ko'rgansizmi kino? Samuel Jackson hozir aytganingizdan keyin ayolmiki kinoda o'ynagan. Xo'p, mayli, to'rtinchisi bitta, lekin topasiz. To'rtinchisi Amitabh Bachchan, Leonardo DiCaprio va Tobey Maguire. Getsmi. Ko'rsatishni o'shatdim, yasharos Getsmi. Qabul qilaymi o'zi? Da, 100 tali. To'g'ri javob berdingiz. Buyuk Gatsby filmida uchalasi ham qatnashgan. Xo'p, 5-siga o'tamiz. Cillian Murphy, Tom Hardy va Barry Keoghan. Barry Keoghan. Wow, mashu qanaqa bor karakterot. Ani Inception'da yaxshi berotgan shu. Topdi. Ya lekin topaman. Chunki men Barry Joker o'ynayapti-da. Shu o'ynayaptimi? Jokerni yigisini. Uni Tom Hardyga chiqmaydi. Joker shu o'ynayapti-ku. Barry Keoghan Jokerni o'ynayapti, Matrix'da ola. Hay lekin men bilan narigi betonda-da adashib ketdi. Siz yoqtiradigan filmlar qatoriga kiradi. Tom Hardy Hollywoodning kinolari shunda chiqdi. Inception va anomasmi? Tushda u Cillian Murphy tushga kirishadi, Tom Hardy yordam beradi bunga. Hammasini o'ynab o'tdi, men bu odam ortiqchalik qildi. Boshqa kinoda, hepsi o'ylo. Prosta mana adasholmay. Yoki 28 kundan keyin, yoki 28 haftadan keyin, 28 haftadan keyin bo'lish kerak. Adashmasam. Shu qarorga keldik. Cillian Murphy o'sha kinosida Tom Hardyga chiqardi-da. Men birat tarakkilib ham Afsuski bu xato javob. To'g'ri javob Dunker. Eslab qolganiga Eslab qolmagan personaj. Dunkerda chiqqan men. Keyingi 5-bosqichga o'tamiz. 5-bosqichda men sizga filmlardan kadrlar ko'rsataman rasmda. Qaysi film ekanini topishingiz kerak. 5 tanmi? Bunda ham 5 ta 4 balldan 20 ball umumiysi. Men tayyor. Xo'p, oxirgi bosqichni boshlaymiz. Birinchi kadr ketdi. Bot. To'qqiz. Lekin Poseno dala bu bas topshiriq hamsi to'piga. Agar shu bo'lsa, parod bo'lgan bu shu. Endi men sizga bu yo'q. Agar gadjetlar bo'ladigan bo'lsa, dala bo'lmas topshiriq. Ya'ni gadjetlar bilan olib ishlaydi, ishlab o'ylab ko'ring. Bu orada men chalg'itishim mumkinligi shuncha. Men shu chunki gadjetlar bilan mushuk film to'qqiz qanaqa kinolar bosgan shunga o'xshaydi.
qanun o'ynagan nima edi? Richard, ismi nima bo'ladi? Agent bo'ladi-yu, umi. Jack Reacher o'y. Jack Reacher. Men sevmabchi. Boshqa variantingiz kelmayapti. Sizga uddalab bo'lmas qabul qiling. Xato javob. Kelajak chegarasi Emily Bluntni o'ynagan, ko'rgan bo'lsangiz oldingda. Mana bu qayta uyg'onaveradi-yu, ko'rganmisiz? Ko'rmaganmisiz kinoni? Oldin rosa qo'yaveradi. Qayta uyg'onib, vaqt petlasiga tushib qoladi. O'lsa yana qaytib bitta joydan qaytib tirilib, o'sha topshiriqni bajaraveradi. Ko'ring. Zo'r kino qo'y. Ko'rmagan uchun topolmayapsiz. Xo'p, ikkinchisi juda qiziq. Keyingi ikkinchi film Qadri marhamat. Neymar. Demak, bu kinoning bo'rnogingiz. Agar ko'rgan bo'lsangiz bittada bilaringiz, nomingiz esingizga kelmasligi. Mashhur aktyorlar o'ynagan, demak. Anchang Ocean'ning fotolarida mashhur aktyorlar ko'p edi ichida. emas. Bilmadim, menga aniq javob aytsangiz, Stemglo. Topolmadimi? Neymar qaysi kinoda chiqaradi? O'sha DVD qo'ygan bo'lsa. Qog'oz bino serialida chiqadi. Neymar. Masalan. Qitidi. Ha bu karshonkali qanaqadir gurbalar, ruhoniylarmi kelaverishmasa. O'sha paytda bittasi shu bo'ladi, Neymar. Wow. Tushunganingiz? Ochgan Neymar ko'rsatgan, aniq ko'z. Qog'oz binoni birinchisi ko'rganman xolos. Yo'qoy. Nimaga yoqmagan? Chunki judayam yechimli oddiy. G'oya yaxshi xolos. Takoy 2 yoki 3 soatlik zo'r film qilsa bo'ladigan narsani selab borishgan. Juda anaqa ba'zi joyda buksat qo'ygan ozgina sujet. Shuncha yoqmagan. Yo'q. Tomoman. Variant ham yo'q. To'g'ri, bu kinoni ko'rmagan ekansiz. 3x Alexander Cage'ning qaytishi. Men ko'rganmiz. 3x bilaman, lekin birinchi qismini ko'rganman. Qaytishning qaytishida haydarining bo'lmagan. Xo'p, uchinchisiga o'tamiz. Buni topishingiz kerak, lekin uchinchisi. Sherlock Holmes bu o'shaniki. Javob o'zgartirmaysiz, o'ylab ko'ring yaxshi. Bitta xato qilib Yo'q, shunaqa. Keyin shunaqa. Bu primerani o'shani berayotgan. Robert Downey o'ynagan versiyasini. Sherlock Holmes. shunda qoladi, o'zgartirmish. Unutaverang. Bu hech qisam Watson'ni to'pida. Tabriklayman, to'g'ri topdingiz. Bu Sherlock Holmes filmidan kadr edi. Xo'p, bizga keyingi kadr 4-chi. Hozir aytaman. O'zgartirayotganda anaqa o'zgaradi. Yaxshilab o'ylang. Millat xazinasimi? Noma'lum aniq javob Millat xazinasi bo'lish kerak o'zbekchasi. O'raga ajran aytasiz, ha? Nicolas Cage kinosi. To'g'ri, xuddi o'sha kino Millat xazinasi Tarjimasini qo'ydi. tarjimasiga to'g'ri topdingiz. Yaxshi, oxirgisi qiyin, lekin hamma ko'rgan kino. Lekin topsangiz kerak qilasiz. Maza emas. Qiyin, lekin chalg'ituvchi kabi. Agar topa olmasangiz aytsam, "Voy" deysiz. Aniq esingizga keladi shu kabi. Aktyor tanishmasiz? Yo'q, bu tashqari ismini ayting. Ismini aytsam topib qo'yasiz-da. Aytsam, Willy Wonka. Ani pakana odamlar topiladigan sahnasi. Va ko'zi yetib qo'ydi buni anaqaligini. Johnny Depp'gini ko'zi yetib qo'ydi. nima oxirgi javob ayting? Kelli chalg'ituvchi deb Willy Wonka. Willy Wonka kinomi? Da, Willy Wonka. Jake va shokolad fabrikasi. Shunaqamidi? Jake va Loya poeziya. Shokolad fabrikasi edi-yu. Charlie va shokolad fabrikasi. Qabul qilaymi? Ya, xabar qiling. To'g'ri, Charlie va shokolad fabrikasi. Ismini esladi. Va yordamdagi aktyorga qarab Johnny Deppni ayol kishida o'ylab o'tirdim. Anchagacha. siz anovi Julie haqidagi kinolar deb Qalam, o'yli ketyapti xayolimda. sog'lab hisoblash vaqti kelib, Ana. tabriklayman. Munosib yo'llarga Mana. O. Yamanlik maqsad. Bu agar Azgish meniki endi. Musamman yo'llarga munosib bo'lganingizga Yo'llarga qo'shib. azga to'g'ri kelib turib so'rab qolsa berib yurmangda. Yo'q. Bu endi shu. Oy boltasini shu olsa, bu meniki endi. Xo'p, ko'rsatuvni an'anasi bor. O'zingizdan 3 ta proyekt maslahat berasiz. Serial, anime, multfilm, multserial, kino farqi yo'q. 3 ta proyekt
va ikki og'iz bilan ta'riflab ketamiz. O'zim ko'rganlarimni aytaman. Bundan ham zo'rlar bo'lishi mumkin. Hali men ularni ko'rmagan bo'lsam, chunki hattoki tanitmaga tavsiya qilishim hali boshlamagan. Juda ham zo'r. Arkin prям animega yaqin bo'lgani uchun Arkin tavsiya qilaman. Animatsion bitta narsa tavsiya qilaydi, Arkinni aytaman. Ikkinchisi Interstellar ham ko'rish kerak. Inceptionni ko'rish kerak. Ko'ryapsiz. Agar bu ikkita filmni ko'rgan bo'lsanglar, mayli sizlar uchun boshqa narsa deb aytaman. Maymun sayyorasini to'liq ko'rish kerak. Iloji bo'lsa, prям oldin uni kelib chiqish g'oyasini bitta ko'rib olib, keyin ko'rsanglar, prям miyanglar portlaydi. Oxiriga chiqqanini ham shammanda qo'ymadi. Ular zo'r, menga yoqdi. Birinchi marta trilogiyani to'ldira oldi qaysidir film undan keyin chiqib. Mana bir trilogiyani boshlab berdi. Da. Qanaqa bo'ldi? Arzirli kino bo'ldi. Uchinchisiga Matritsani ko'ringlar, agar ko'rmagansiz. Chunki Matritsda mana bunaqa narsa bor ekan. Neonning chuqurida urishadi. Shunaqa odamlarda anaqa qolib ketgan ekan. Haligacha yoshligida ko'rgan ko'pchilik qaytarib ko'rmagan. Men yaqinda ba'zi o'zimning hamkasblarim ba'zisiga aytganman, Matritsani ko'rganmisiz deb bitta narsa gapirsam, yo'q deb qaytadan ko'rib keyin tushunishdi deb ba'zilar. Ba'zi yaqin o'rtoqlarim ham kinoni zo'r tushunaman deganlar ham Matritsani ko'rmagan, narsa ko'rsatdim, yoqdi deb o'ylagan. Matritsani g'oyasi bilan kuchli. 21-asrdagi hozirgi kunda ana eng ko'p aylanayotgan g'oyani birinchi Matritsa, endi undan oldin Terminatorda ham shunga o'xshagan uni integrate qilishgan, lekin Matritsda mana shu film hammasi. Lekin Matrix prям g'oyani kattasin bergan, ideologiyani zo'rini bergan va buni atrofida uchta kinoni top darajada qurishgan. Даже hozir qayta ko'rsangiz ham yangi narsalar chiqadi. Yangi narsalar o'tib keladi. 4-chisida просто тоже ushta kinoga qarab turibdi. 4-chisida o'shani aytmoqchiman, просто qo'ray 4-chisida. Endi men bularga savol beraman. Sizga savol beraman. Xo'p. Qanday savol berdi? Hozir. Kinoda personaj Benamuki. Qaysi film personaj? Benamuki. Ko'rgansiz kino? Mana kino. Nostalgik kino? Nostalgik. Benamuki. O'zi realmi kino? Serial ham qilishgan. Serial ham qilishgan. Benamuki. Bitta personaj. Sherlock Holmesdagi? Yo'q, endi sizga yordam beraman. Men inami Benamuki ko'rinmaydi kadrda. Gapiriladi u haqida. Ko'rinmaydigan personaj haqida gapirishda. U gapiriladi, u tilga olinadi. Kinoda tilga olingan. Qaysi serialda Benamuki tilga olingan? Mana shunaqa desam, savol bu o'zbekchada ham shunaqa farz. O'zbekchada ham, ruschada ham, kitobida qo'ydim o'zi. Masalan, men ana kitoblarni o'qimaganman, Ruskab kulturini. Emas. Benamuki. Hozir va dialogga to'liq aytsam, wow deysiz. Yo'q. Ya. O'zi esga kelmayapti-ku. Deb ko'rgan bo'lsa, Zarab aytadi. Benamuki tog'da yashaydi, hamma ko'rsin. Siz kiydirdingiz. Shunaqa deydi. Benamuki tog'da yashaydi, kuni ko'rsin. Hozir qaysi kino bo'lish? Ya buni ba'zida prikol savol beraman. Kinoxonada gap ketsa, Benamuki ko'ryapsan deb qolar. Takina shu ro'yga. Zo'r bo'ldi, rahmat kelgan shay rahmat tabasaqamda. Doim zo'r bo'ldi, siz qo'z olmay qolamiz o'ylang. Ko'rsatuv haqida ozgina qo'llaylik. Zo'r maza qildim, esladim, ko'rgan narsalarimni miyani burchiga tugunchalar ham ishladi. Eski ko'rgan narsalarimni eslashga harakat qilib, shuning uchun loyiha yoqdi. Kinoga qiziqadigan odamlarni menimcha maza qilib miyasini chaqlaydigan loyiha bo'ldi. Menimcha qo'yna-qo'y ko'rib o'tirganlar ham pauza qilib javob etuvchi javob topishga harakat qiling. Ajda qiziq. Gapirib kutmaylar. Savol o'qidi-yu, pauza qilib o'zingiz topishga harakat qiling. Maza qilasiz. Men o'ylab shunaqa qilib o'tiraman-da. Shunaqa video bo'ldi degan. Agar sizga ham yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariy yozib, podpiska bosish esdan chiqmasin. Keyin masalan boshida Bekmurzo akaning yoqtirgan filmlarini topdik. Siz ham o'zingizning yoqtirgan filmlaringizni albatta kommentariy yozib keting va bundan keyingi mehmon kim bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa yoki ko'rsatuvga takliflaringiz bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Hammasini ko'rib chiqamiz. Bekmurzo aka, sizga rahmat. Yangi shu ishlaringizga rivoj. Sizga ham rahmat. Rahmat. Kapitan Amerikaga tushmay qo'ya qoldim. Chunki siznikini bir martagina. Siznikini ko'rishdan oldin spoiler hidi keldi, to'xtatdim-da. Bolalarga aytdim, tushib ko'ramizmi desam,
bir kishi tushgan ekan. Nizamov bor, ani bilsangiz. O'sha Bilaman, bola bilaman. maqtamadi. Yo dedi. Yo, menga ham qiziq tuyuldi-yu, menda qo'rquv hozir borib, hech narsani tushunmasam, serialni o'tkazib yuborganman u. Shunaqa. Nima qilaman? No, Emotsiyamni просто havoga uchirib Yo, qo'ydim. просто break actioni bor, mazza katta ekranda. Ha, da. Telefonni ko'rishga arzimaydi, haqiqatan. Zerikib qolasiz.